Nimalar bo'lyapti o'zi bu shaharga? Mayli, mana shu yerda to'xtab o'taman. Menimcha men uchun nimalardir bor bu yerda. Yaxshi, qani ko'raylikchi. Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Nima bo'lgan taqdirda ham hamma narsaga hozirda tayyor bo'lish kerak. Qani? Ö, ana u yerda meni qutqarmasangiz tushunmadim janob, nima bo'ldi? Tushuntiribroq gapiring. Balakat, bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Salom. Yo'q, balakat. Qoching. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Hozir bir daqiqa. Assalomu alaykum. Men Sherif J. Siz kim bo'lasiz? Men Odilboy bo'laman. Kimsiz o'zi? Xullas, bu shaharda juda ham rasvo narsalar boshlangan. Nimalar bo'layotganini to'g'risi umuman tushuna olmayapman. To'g'risini aytadigan bo'lsam, balakat. Bo'layotgan osmonda bo'layotgan chaqmoqlarni qarang. Qani, ichkarida ko'raylikchi, kimnidir ko'rgandek bo'ldim. Keyin esa batafsil gaplashamiz. Yaxshi, gapirish mumkin emas. Qani, ketdik. Oppa. Balakat. Janob, sizga yordam kerakmi? O'lgan. Bir necha daqiqadan keyin u ham bir parazitga aylanadi va uni yana bir bor o'ldirishimizga to'g'ri keladi. Undan ko'ra hozirroq bu yerdan juftakni rostlagan ma'qul. Shunaqa deng, mayli. To'g'risini aytsam, meni Umbrelladan yuborishdi. Xullas, shaharda juda ham katta tartibsizliklar boshlanayotgan ekan. Nima? Siz o'sha la'nati Umbrelladanmisiz? Balakat. Tushunmadim. Xullas, barchasini boshlagan ana o'sha Umbrellani o'zi bo'ladi. Mayli, bu yerda sizning aybingiz yo'q. Siz shunchaki ko'psiz. Ha, men shunchaki ko'pman, ammo barchasi juda ham g'alati. Qani ketdik. Nima deb o'ylaysiz? Men uyga qayta olamanmi? Nima? Hazillashyapsizmi? Bu yerda bir haftadan beri yashayapman. Hatto o'zimni, oilamni ham yo'qotib qo'yganman. Uyingizga qaytib piyoda tursin. Xohlasangiz qayting. Balkim u yerda ham tirkanchilar ko'pdir. Mayli, xohlasangiz shu yerda ajralamiz yoki birga bo'lamiz. Mayli, birga bo'lsak yomon bo'lmasdi. Mashinaga chiqing. Bir joyga borishim kerak. Sizga maslahat berishim kerak, janob. Xo'sh, qanaqa maslahat ekan? Shaharda juda ham katta noqulayliklar bo'lyapti. Maslahatim o'zingizni, joningizni asrang. Bo'lmasam yomon bo'ladi. Yomon bo'ladi deng? Bilmadim to'g'risi. Unchalik ham yomon bo'ladiganga o'xshamayapti. Xullas, men RPD ga borishim kerak. U yerda esa bitta nishon bor. Men uni o'ldirishim kerak. Menga shu narsa buyurilgan. Ammo undan oldin o'zimga yaxshigina boshpana topib turib, nimalar bo'layotganiga oydinlik kiritishim kerak. Tepadagilar ham menga hamma narsani to'liq tushuntirgani yo'q. Janob, undan ko'ra o'zingizni o'ylasangiz bo'lmaydimi? Kimlarnidir qutqaraman demasdan. Men kimlarnidir qutqarmasam bo'lmaydi. Ular yordamga muhtoj axir. Mayli, men siz bilanman. Nega aynan men bilan? Nega o'zi menga yordam beryapsiz? Bilasizmi? Sizga yordam bersam, qandaydir taskin topgandek bo'laman. Axir hayotimni to'g'rilashim kerak-ku. Hayotingizga nima qilibdi? Xavotir olmang. U yog'ini o'ylamasangiz ham bo'ladi. Qani ketdik nishonga. Mayli, bo'pti, ketdik. Agarda biror bir narsani o'ylayotgan bo'lsangiz, unda xomtama bo'lmang. Baribir oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Yo'q, nimalar deyapsiz? Mayli, bu yerdan tez-tez juftakni rostlaganimiz ma'qul. Hozir bu yerlar ham parazitlarga to'lib ketadi. Mayli. Lekin hali o'zingizni to'liq tanishtirmadingiz. Hali tanishib olamiz. Ismingiz nima edi o'zi? Xullas, men mana shu qamoqxonani aytgandim. Bu yerda bizga kerakli bo'lgan drabovik va MK bo'lishi kerak. Tushunmadim. Bularni qayerdan bilasan? Bilaman. Qo'yaversangiz-chi, janob Odilboy. Xo'sh, kirishga tayyormisiz? Kirishga-ku tayyorman-ku, lekin menda qurol bor. Ammo senda-chi? Aytgancha, senda ham ko'rgandek bo'lgandim. Qurol nima qilyapsizmi? Hozir menda quroldan uncha-ku muammo yo'q, ammo o'qlardan biroz muammo bor, ovqatdan biroz muammo bor va biz shularni to'plashimiz kerak. Keyin esa nishonga borsak ham bo'ladi. Aytgancha, nishon nima deyotdingiz? Xullas, u yerda bittasi bor, qutqarish kerak va undan tashqari Nemesis degan katta Umbrellani o'zi yaratgan maxluq bor. U o'g'irlangan Albert tomonidan va Albert o'sha Nemesisni xullas qo'riqchi qilib qo'ygan. Uni o'ldirish oson bo'lmaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham men siz bilanman, janob. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Qani kiraylikchi? Balakat, eshik qulf-ku. La'nati, hozir orqaroq turchi. Qani Balakat. Bo'ldi, bir amalladim. Gap bo'lishi mumkin emas. Qoyil, kuchingiz ko'p ekan. Hazillashyapsanmi? Bunga uncha ham kuch ketmaydi.
Endi hazillashni qo'ydim-da. Faqat ehtiyot bo'ling. Kasallanganlar har qadamda bo'lishi mumkin. Ha, menimcha bu yerda ham topiladi. Ya'ni bilmadim, balkim bu yerda o'ylaganimdan ham ko'proqdir. Ha, shunaqa. Mayli bo'pti. Atrofni tekshirmasdan shunchaki to'g'riga qarab yuramiz. Xullas, bitta joyda. Aynan qayerda? Aynan qayerdaligi esimda emas-da. Xullas bitta joyda. Mayli, yuragingizga yoqqan tomonga yuring. Eslasam aytaman. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Eslasang aytarsan. Xo'p, rule 1. You are now the property of Pavlovsky. Tak. Biz hozir Pavlovskiyni shaxsiy nimasidir ekanmiz. Ya'ni qamoqxonasimi, xullas prisoner resources. O, qamoqxona resurslari. Balkim bu yerda bizga kerak bo'ladigan nimadir bordir. Atrofni ko'rmaymizmi? Ha, yo'q demagan bo'lardim. Xo'p, doktorni ofisi ekan. Yaxshi. Oppa, bu yerda mana menga kerak bo'ladigan suit bor ekan. Oh, bu sizga kerak bo'ladi. Albatta, taqib oling. O'zingizni himoya qilasiz. Ha, albatta. Qalay turdi? Ha, unchalik ham yomon emas, lekin doktorlarga o'xshab qoldingiz. Ammo himoya qiladi. Ha, albatta himoya qiladi. Qani ketdik. Mayli, tashqariga chiqaylikchi. Ha, balakat, jin ursin, ko'ryapsizmi? Ha, ko'ryapman, ammo bular nimagadir unchalik ham agressivga o'xshamayapti. Ishonavering, bo'ynimizni usib oladi agar yoniga yaqinlashsangiz. Ha, yaxshi, gap bo'lishi mumkin emas. Qani ketdik. Tak, smile, you are only in 14 years for one once. Xo'p, nima dedi? Tushunmadim to'g'risi. Ha, bir nima dedi-da. Balakat, bu yerda ular juda ham ko'p ekan. Orqaga. Nima deb o'ylaysiz? Bildirmasdan o'tib keta olamizmi? Xullas, maksimalni jinnini yoqib o'tib ketamiz, ammo o'tib ketganga yarasha qayerga qarab yuguramiz? Bilmadim, o'zingiz tanlaysiz. Men esa ortingizdan chopaman. Yaxshi, ammo sen bu yerlarni bilaman deding. Bilaman, ammo yaxshi emas. Mayli bo'pti. Qani yurchi ish qilib, menga nimadir syurpriz tayyorlab qo'ygan bo'lmaginda. Mayli bo'pti, qani ketdik. Ehtiyot bo'ling, ular yugurishyapti. Ha, yugurishyapti. Bo'la qol. Falokat, bo'la qolsang-chi. Yaxshi, gap bo'lishi mumkin emas. Nimagadir eshik yopilmayapti. Bilmadim nimaga, past ishlamay qoldimmi deyman. Ha, mayli, hozir bir yo'lni qilaman. Opa, menimcha mana shunga bo'lsa kerak. Bo'ldi. Yaxshi, gap bo'lishi mumkin emas. Oho, esladim. U ikkinchi qavatda bo'lishi kerak. Mayli, to'xtachi, bu yerda qiziq narsa borga o'xshaydi. Opa, salomlar. Bular ham kasallanganmi? Ko'zi qizil bo'lsa, unda kasallangan, ishonavering. Yo'q, bularda odam qo'rqadi yoniga kirishga. Ha, lekin shunchasini dabdalasini chiqarding. Menimcha endi qo'rqmasang ham kerak-ku. Nimaga o'zi bularning yoniga kirishimiz kerak? Chunki ichkarida qandaydir bir resurs borga o'xshab ko'rinyapti. Axir shunchalar katta qamoqxonadamiz. Nahotki bu yerda o'zimizga kerakli resurs topa olmasak? Topamiz. Nega ham topmas ekanmiz? Mayli, bo'lmasam bir boshdan kirib ko'ramizmi? Ha, kirib ko'ramiz-ku, ammo qanday qilib? Qo'limizda sindiradigan biror bir resurs yo'q. Ha, menda kirka bo'lish kerak. Hozir 1 daqiqa. Mayli, bemalol. Ammo mana bu yerda teshik bor ekan, uni o'ldira olaman. Falokat, menga qo'l ko'tarishni qayerdan o'ylading? Hozir mana, oling. Bo'ldi, gapirish mumkin emas. Bo'lmasam bu yerni bir amallab sindiraman. Oppa. Yaxshi, bular uchun sharoit yomon emas. Oppa, bu yerda pistolet uchun o'qlar bor ekan. Yaxshi, menda hozircha bor. Sizga esa bo'lsa, yetsa bo'lgani. Bo'ldi, gap bo'lish mumkin emas. Bo'lmasam, naryodagi zombilarni bir amallab o'ldirib tur. Bo'ldi, gap yo'q, hozir o'ldiraman. Ammo buzib tashlama, ehtiyot bo'l. Albatta. Xo'sh, qani, bu yoqqa kelchi, sen yaramas. Qani. Wow, jigar, ehtiyot bo'l. Bo'ldi. Xo'sh, qalay ketyapti ishlar? Ishlarmi yaxshi? Zombini o'ldirgan bo'lsang, unda ochaver va ichkaridagi narsalarga tegina ko'rma. Shunchaki qo'lim yetmasmikan? Oppa, bu yerda yetmasligi aniq. Oppa. Bu yerda nimadir borga o'xshaydi. Bu yerda yo'g'i. Mana bu yerda ham nimadir bor ekan. Kirka, lopatka va layter bor ekan. Ha, bu yerda undan ham foydaliroq. Qani? Mana, oling. Bolta va kalit. Yaxshi, gap bo'lishi mumkin emas. Qani bo'lmasam ikkinchi etajga yurchi. Ha, aytganimdek ikkinchi qavatda kerakli narsa bor. Ha, o'ylaymanki, u kerakli narsa bizga rostdan ham kerak bo'lsin. Agarda kerak bo'lmasa, ko'rasan. Kerak bo'ladi, ishonavering. Xo'sh, qaysi qavatda ekan? Negadir
Bu yerda hech narsa yo'q o'xshayapti. Narigi tomonga chiqaylik, narigi tomonga. Xo'sh, mayli bo'pti, gap bo'lishi mumkin emas. Narigi tomon bo'lsa, narigi tomon. Oh, menimcha topdik. Mana shunisi. Mana shunisi. Yaxshi, qochchi bo'lmasam o'rnatib olay. Voh, eshikni ochilishini. Oh, balakat, bu yerda bor ekan. Bo'ldi, hozir o'zim. O'zim. Yaxshi, gap bo'lishi mumkin emas. O, nega buni sindirding? Tengmisan? Uzr, bilmasdan. Ahi, ahmoq. Xo'p, bu yerda drabovik o'qi va MKni o'qi, ammo o'zlarichi? O'zlari ham bor ekan. Menga MKni bera olmaysizmi? Drabovik bilan unchalik ham chiqisha olmayman. Ha, mayli, mana ushla, MKni olishing mumkin. Va uni o'qi ham senga. Rahmat. Bilasizmi, balkim shu siz aytgan Nemezisni o'ldirishimiz kerakmasdir. Negadir unchalik ham o'ldirgim kelmayapti. Nimaga o'ldirging kelmaydi? Axir men maxsus topshiriqdaman. Shunchaki senga o'xshab bu yerda yashab yurganim yo'q. Jin ursin. Mayli bo'pti. Qani, bir amallab bu yerdan endi ketsak bo'lgani. Qani shovuz, tashqariga. Oppa, yo'limizdan chiqqanini prosta tak ayirib tashlaymiz. Qani kelchi. Ma. Bitta o'qda o'lyapti. Bo'ldi, ketdik. O'qlarni bekorga sarflama. Albatta, sir. Qani, maksimal bu yerdan qochib ketishimiz kerak. Menimcha yaxshi qochyapmiz. Albatta, nimaga ham yo'q. Bo'pti, bo'lmasam o'tiring. Hozir. Xo'sh. Bo'lmasam, hozir to'plagan narsalarimiz unchalik ham yomon bo'lmadi. Ha, yomon bo'lgani yo'q. Uyimga ketdikmi? Ketdik. Xullas, mana shu meni uyim. Ha, shunaqa degan yaxshi, yomon emas. Bo'lmasa, mashinani mana shu tomonga qarab olib kirib qo'yaveraman. Ha, yomon fikr emas. Qo'yarsan. Bo'ldi, gap yo'q. Qani bo'lmasam, yurchi. Xo'sh, mana shu demak sening uying, yaxshi. Ha, meniki. Qani, cho'chimasdan kiraver. Bo'pti, mayli, qani bismillah. Tak, eshikni yop. Yopdim. Oho, chakkimas u. Ha, otamboy bo'lgan, nima deysan? Mayli, uyimni senga bir narsani ko'rsatib qo'ymoqchiman. Qani, bu xonaga yur. Xo'p. Bu xonada o'ynashib yurma, agarda kimyoni bilmasang. Kimyoni bilmayman. Bu yana nimalar bo'ldi? Xullas, men mana shu la'nati parazitlar uchun vaksina tayyorlayapman. Men bilgan narsam, Umbrella kompaniyasida allaqachon vaksina bor. Shunchaki u yerga qachondir o'g'irlikka tushaman. Men yaratgan vaksinalar to'g'ri ishlamayapti. Aytmoqchimanki, menda kerakli narsalar yo'q. Ha, seni tushunaman. Bo'lmasam bir kun birga kirarmiz. Menga yordam bersang zo'r bo'lardi. Dunyoni qutqargan bo'lardik. Ha, albatta. Qani bo'lmasam, men biroz dam olib olay. Ha, agar nimadir xohlasang, yana muzlatgichdan olishing mumkin. Muzlatgichda hamma narsalar bor. Ha, lekin bu ham ko'p ketmaydi. Ammo yetgunchada balki bu narsa topib qolarmiz. Yangiliklar ko'rmoqchi bo'lsang, notebookda biroz quvvat bor, ammo uni ham quvvatga qo'yish kerak. Quvvat o'lyapti. Yo'q, hozircha notebook ishlatgim yo'q. Narsalarimni qayerga qo'yib tursam bo'ladi? Albatta, mana bu birinchi shkafga. Bo'ldi. Chunki tanam juda ham og'irlashib ketdi. Bularni qo'yib qo'ymasam bo'lmaydi. Uzilib tushay deyapman. Ha, men mayli, biroz telefondan ko'z kechiraychi. Yeyman desang, biroz pitsa bor, ichishga o'zing ko'rib turibsan. Va bir bo'lak non bor, albatta. Borim shuda, nima deysan? Ha, chiqisi yo'q. Mayli, men ketdim. Biroz kimyoviy ishlar bilan shug'ullanishim kerak. Axir dunyoni qutqaryapmiz-ku. Albatta, bo'shsan, gap bo'lish mumkin emas. Maylimi mana bu yerda o'tirsam? Qarshi emasman. Mayli bo'pti. Mayli. Balakat, bugun dam olib olsam, ertaga esa meni juda ham muhim ishlar kutyapti. Ayniqsa, Nemezis meni o'ldirib qo'yishi mumkin. Ammo nima bo'lgan taqdirda ham ularga qarshi chiqishim kerak. Boshqa ilojim yo'q.